Onajonim, xudo xolasa mana shunaqa oppoqqina uylarda yashaymiz degan farzandli bitta videoga like bosib, videoni onasiga yuborib qo'ysin. Ilohim mashalloh nasib qilsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz Sergeli tumani, Orientir Qo'yliq, Massif 6, katta ko'chagacha 800 metr chiqadi. Yaxshi mahallada joylashgan. Mana shu uyimiz sotilyapti. Umumiy maydoni 2,5 sotik, 6 ta xona plus hol. Ikkita kuxnya, ikkala tomoni zeleniy zona qilingan. Narxi startoviy 200 ming deyilyapti. Yana kelishtirib beriladi. Kirganingizda bemalol ikkita mashina tapchan qo'ysanglar bo'ladi. Tepalari mana shunaqa naveslar qilingan. Ko'cha tomonida ham zeleniy zonaga joylar tashalgan, archalar ekilgan. Bu yerda mana yozgi oshxonamiz mavjud. Mana gaz plita, qozon o'choq, o'rtada barbekyu zona hamda umumiyliklar hamma sharoitlari qilingan. Bu yerda mana burchakda tashqari uchun hojatxona tashalgan, hamma sharoitlari qilingan. Fasad travertin 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Ikkala tomoni mana zeleniy zona qilingan. Mana balkonlari bor, oppoqqina uy. Ana endi kelinglar ichkari bilan tanishamiz. Ketdik. Kirganimizda bizani mana shunaqa chiroyli uylar xush kelibsiz deb kutib oladi. Qaranglar, kirganda mana shunaqa kattagina hol qilingan. Holda ham divanlar qo'yib mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bu oshxona, birinchi qavatdagi umumiy sanuzel, birinchi qavatdagi yotoqxona hamda mehmonxona. Podvalga bu yoqdan tushamiz. Teplый pol plus batareyada siydi. Birinchi mana oshxonamiz bilan tanishamiz. Mana oshxonamiz. Qaranglar, patologga mos qilingan lyustra. Mana bu yoqda birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel, mana shkofli rakovina, vanna hamda mana unitaz qo'yilgan. Hamma sharoitlari bor. Mana bu birinchi qavatdagi yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizdan orqa hovlichaga chiqsanglar bo'ladi. Hovlichamiz havo aylanib turadi. Quruvchilardan iltimos qilardik, birinchi qavatga har doim yotoqxona qilish kerak, chunki onaxon, otaxonlarga ikkinchi qavatga uncha chiqishmaydi. Yosh kattalar erinishadi. Mana bu birinchi qavatdagi zal. Zalimizning lyustrasiga bitta baho beraylik. Juda ham katta lyustra. Zalimiz. Bu ham ko'rib turibsizlar, trenddagi rangli ishlatilgan devorlarimiz. Oynasi orqa hovlichaga qaragan. Mana havo aylanib turadi. Mana zalimiz sifatli oppoqqina eshiklar qilingan. Sifatli eshiklar ko'rib turganingizdek. Ikkinchi qavatga ko'tarilishdan oldin kelinglar. Podval bilan tanishamiz. Mana podvalimiz. Podvalimiz shu poli tark etib qolgan xolos. Mana podvalga issiq suv boylari hamda duh konturli kotel o'rnatilgan. Mana forchkalari, havo aylanib turadi. Hisobda 3 qavatli uy. Ana endi kelinglar ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Mana ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz. Bu yoqqa mana chiroyli oyna tushirilgan hamda mana ikkinchi qavatda ham mana shunaqa chiroyli lyustra bizani xush kelibsizlar deydi. Mana ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz. Ko'rib turganinglardek devorlari attachento qilingan. Devorlar rangiga eshiklar ham padmas qo'yilgan. Ko'rib turganinglardek. Mana bu yoqda ikkinchi qavatdagi zal. Xohlasanglar, spalniya qolsanglar ham bo'ladi. Bu oynasi orqa hovlichaga qaragan. Havo aylanadi. Mana. Uning yonida bitta bolalar yotoqxonasi, детский spalniya joylashgan. Hamma xonalarda mana havo aylanadi. Vitishkalar qilingan. Ko'rib turganingizdek.
Mana bu yoqda ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Mana bu yoqda ham bitta kattagina yotoqxonamiz mavjud. Mana hammasi panelida, yotoqxonalarda cho'qli pol plus batareyada isiydi. Mana bu yoqda kattalar yotoqxonasi mavjud. Undan biz balkonga chiqamiz. Mana balkonimiz boshqa zamonaviy oynali reshotkalar qilingan. Mana bu yerda mana tayyor shkaflar. Mana bu yoqda esa yuvinish xonasi mavjud. Bu kattalar yotoqxonasi edi. Eslatib o'taman, 2,5 so'tlik 6 ta xona plus hol, podvallar bilan 2 ta kuxnya. Narxi 200 ming. Olaman degan odamga kelishtirib savdolashamiz. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda hammamizga mana shunaqa chiroyli oppoqqina uylar nasib qilsin. Rahmat.